Tövəndə diqqətinizə 2024 yıllık Nobel İqtisad mükafatının sahiplərindən Darun Əcamoğlu bilan James Robinsonның dünyavi məşhur əsəri Dövlətlər, yəni millətlər nemişqə halak boludu namlı kitabıdan özlüksüz tərcümə. Bu kitabның kiçik mavzusu köç, güllünüş və namratlıqның mənbəsi. Altıncı bab, yıraqlaşış. İkinci paragraf. Rimliqlarning fazilati. Rimdagi avam xalqning qo'dg'uvchisi sifatida vazifa o'tayotgan Tiberius Gracchus miloddan ilgari 1333 yilida Rimning yuqori tabiiy kishilari bo'lgan Kengash palata a'zolari tarafidan kaltaklanib o'ldirildi va uning jasadi hech qanday murosimsizlar Tiber daryosiga tashlab o'tildi. Tiberius'un qatillari uning o'ziga o'xshashli oqsumaklar tabiqasidan bo'lib, uni qatl qilish planini uning navri tuqqani Publius Cornelius Spionasica planlagan edi. Tiberius Gracchus Rim Cumhuriyeti'deki Illian ve 2. Piyonik uğraşlarının kahramanlarından bo'lgan Lucius Aemilius Paulus ve 2. Piyonik uğraşıda Hannibal'ni mağlup qilgan general Scipio Africanus'ni o'z ichiga olgan sha'nu shavkatlik jamoatdan kelib chiqqan oq so'ngak edi. Shundoq ekan uning yenidagi, hatto uning navri tuqqunini o'z ichiga olgan huquqli oq so'ngaklar qandaqsiga uning qarshi chiqishdi? Buning javobi bizni ayni chog'dagi Rim Cumhuriyatida mavjud bo'lgan jiddiychilik hamda uning yemirilishi haqida nurg'un ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Tiberiusni bu yuqori tabiiy kishilarga dushman qilgani uning shu zamondagi xalqlik masala bo'lgan yer zaminning taqsimoti va Rimning avam fuqarolarining huquqining qo'g'dilishi haqida avamning maydonini tutgan pozitsiyasi edi. Tiberius Gracchusning vaqtida Rim Cumhuriyeti asosiy mustahkam jumhuriyat bo'lib bo'lgan edi. Uning siyosiy muassalari va Rimning askariy fuqarolarining fazilati Jack Sluis Davisning Xoratiyaning qasimiy nomli dаңлық sızma rasmida intayin yaxshi ifodasini topgan bo'lib, uningda Rimlik o'g'illar atıllarga o'zlarining hayoti badaliga Rim Cumhuriyetini qo'g'daydiganligi haqida qasam berayotganligi tasvirlangan edi. Nurg'un tarixshunoslar dal bu xil qasam berishlarni Cumhuriyetning muvaffaqiyatli shaklda barpo bo'lishining yo'lini solgan deb qarashgan. Rim fuqarolari miloddan ilgirki 510 yilida mag'rur Tarkin deb to'nilgan podsho Lucius Tarquinius Suyobribosni ag'dirib tashlab jumhuriyat qurishgan edi. Bu jumhuriyat nurg'un narsalarni o'z ichiga olgan siyosiy muassasalarni farosatli holda loyihalab chiqishdi. Cumhuriyatga 1 yillik vazifa bilan saylangan sotchilar hukmronlik yurgizishdi. Sotchilarning har yili saylanishi va bir vaqtning o'zida bir necha kishining bu vazifaga o'tirishi har qanday kishining huquqni o'z qo'liga kirgizib olishi yoki suiiste'mol qilinish fursatini ojizlashtirdi. Garchi bilat tashlash vaqtliq bo'lish sababidan barliq fuqarolarning manfaati barobar shaklda ifodalanmagan bo'lsa-mu, Cumhuriyetning muassalari huquqni nisbatan kengri darajada taqsimlaydigan, o'zaro nazorat qiladigan bir yurish sistemalarni o'z ichiga olgan edi. Italiyadagi ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan ko'p sonli qullar bo'lib, ular umumiy nopusning 3dan 1ni tashkil qilgan edi. Ammo bu qullarning siyosiy vakolatchisi u yoqda tursin, hatto aqalli huquqlari yo'q edi. Vizantiyada ahvol o'xshash bo'lib, Rimning siyosiy muassasalaridagidek ko'p xillikni o'z ichiga olgan omillar bor edi.
avamning majlisi bor bo'lib, o'zlariga vakillik qilg'ichini saylaydi va bu saylangan kishining sotchilarning qarorini rad qiladigan majlis ahlini yig'ib qonun loyihasini sunadigan huquqi bor edi. Miladdan burungi 133-yili Tiberius Gracchusni huquqqa erishtirgani mush avam xalq edi. Ularning kuchi avamning ish tashlash shaklidagi bölgünçilik qilishidan bo'lib, askarlarning shaharning sirtidagi jilg'i chekinib chiqishdan kelgan edi. Askarlar tak sochchilar avamning noroziliklariga quloq solmaguncha ular bilan hamkorlashni rad qilishgan edi. Urush mezgilida bu xil tahdidning alohida cho'ng roli bo'ladi. Aytilishicha, miloddan burungi 5-asrda puhrolarning o'zlarining vakillarini saylab, ularning jamoatini boshqaradigan qonunlarni turg'izishga muvaffaq qilgani mushundaq bölgünçilik harakatlar edi. Gerçi bizning hozirgi o'lchimimiz bo'yicha qaraganda, ularning siyosiy va iqtisodiy homiyligi cheklik bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ayni chaqda puhrolar uchun iqtisodiy fursatlar bor bo'lib, iqtisodiy muassasalarni muayyan darajada ko'p xillikni shakllantirgan edi. Natijada Rim Jumhuriyati mezgilida butun O'rta dengiz rayoni savdo gullangan edi. Arxeologiyalik faktlar puhrolar va qullarning ko'p qismining serxtal kun kechirgani, ammo ba'zi avam puhrolarni o'z ichiga olgan bir qism rimliklarning shaharning yundi suvlarni to'sh sistemasiga va ko'ch chiroqlardek ommaviy mulozimatga muyassar bo'lib, bayashat o'tganliklarini ko'rsatishdi. Undan boshqa Rim Jumhuriyati mezgilida iqtisodning oshqonligiga doir ba'zi faktlar bor. Biz rimliklarning iqtisodiy boyligini cho'kib ketgan kiyimlardan tepilgan buyumlardan topa olamiz. Rimliklar qurib chiqqan imperiya ma'lum ma'nodan olganda sharqdagi Atena, Antiok va Aleksandriyadan tortib Rim, Karsaj va Kadiz orqali Iroq g'arbdagi Londonga tutashgan port shaharlarining qurilishidan darak topgan edi. Rim territoriyasining kengayishiga ergishib, savdo va parxod orqali yuk to'shishma rivojlangan bo'lib, bu haqidagi paketlarni arxeologlar O'rta dengizining tegidan suzilingan cho'kkan parxodlarning qoldiqlarini deb chiqishdi. Bu qoldiqlarning yil sonini bekitishning necha usuli bor. Ko'pincha hollarda parxodlar maysharab yoki zaytun meyi qachilangan qo'sh quloqli ko'zlar bilan liq to'shgan mollarni Italiyadan Gavulga to'shigan yoki Ispaniyaning zaytun meyini Rimda setish yoki haqsiz tarqish uchun to'shigan. Qo'sh quloqli ko'zlarning og'zi hem etilgan sapal buyumlar bo'lib, ularni kimlarning va qachon yasaganligi haqida uchurlarni o'z ichiga olgan edi. Rimdagi Tiber daryosiga yaqin joyda Monti Testigio deb atalgan bir kichik to'pilik bo'lib, u yana Monti di Cocchi, ya'ni sapal buyumlar teg'i deb ataladi. Chunki bu to'pilik taxminan 53 million sapal buyumlarning dövesidan bino bo'lgan. Sapal ko'zlar parxoddan tushirilganda quruqlanib bo'lgandan keyin tashlab etilgan bo'lib, necha asr mobaynida bu yerda bir zo'r do'nglikni, ya'ni to'pilikni shakllantirgan. Arxeologlar organik moddalarning yeshini bekitishda qo'llanilgan kuchli texnika radiokarbonatli usul bilan vaqtni bekitish texnikasi bo'lib, bu orqali parxodlardagi boshqa buyumlar va hatto parxodlarning o'zlarining yil nomisini tepib chiqqala bo'ladi. O'simliklar fotosintez orqali energiya to'playdi, ya'ni quyosh nuridan energiya olib, karbon 4 oksidini shakarga aylantirdi. Va bu jarayonda o'simliklar tabiiy holda shakllangan ma'lum miqdordagi radiostopni, ya'ni karbon 14 ni o'zga jug'laydi. O'simliklar o'lgandan keyin radioaktiv harakatlarning cho'rishi tufaylidan o'simliklardagi karbon 14 mi nacharlashadi. Arxeologlar parxodning qoldiqlarini topganida ular parxodning yog'chida qilib qolgan karbon 14 ning parchasini atmosferadagi karbon 14 bilan selishtirish orqali parxodning yasalgan vaqtini bila oladi. Bu usul parxodni yasashda ishlatilgan daraxtning qachon kesilganligi haqida taxminiy vaqtni aytib bera oladi. Miladdan 500 yil burun yasalgan parxodlardan faqatla 20 tanasi shu usul orqali tepib chiqilgan. Bu parxodlar rimliklarning bo'lmasligi. Masalan, Karsa jinyalarning bo'lishi mumkin, ammo rimliklarning parxodlarining qoldiqlarining boyqilish sonimi tiz oshgan bo'lib, Krist, ya'ni Hazrati Isa alayhissalomning dunyoga kelgan vaqtida yasalgan parxodlardan 180 ning qoldiqlari tepilib, bu jihatdagi bayqash yuqori pallaga yetdi.
parxod qaldıqları Rəm Cumhuriyetining iqtisodiy qurilmasining andizalarini tepishning kuchli usuli bo'lib, ular iqtisodiy ishning ba'zi paketlarini ko'rsatib berdi. Parxodlarga besilgan mulklarning taxminan 3/2si Rəm davlatining mollari bo'lib, shahar oilasiga haqsiz tarqatib berilgan Rəm o'lkalaridan yig'ilgan baj va hadiyaliklar yoki Shimoliy Afrikadan to'shilgan ashliq va zaytun maylari edi. Monti statsiyoni qurib chiqqan asosligi dal mushu xil taron-taraj edi. Iqtisodning ishiga aloqador paketlarni payqashning yana bir jalbgarlik usuli Grönland muz yadrosi projektidir. Qor uchqunlari tushganda ular atmosferadagi bulg'onishdan, bo'libmi metallardan, qo'g'ishun, ko'mish va mis qatorliqlardan oz miqdorda elib tushadi. Yangi tushgan qorlar ketib, oldingi yillari tushgan qorlarning ustiga to'planadi. Bu jarayon necha ming yillardan beri shunday davomlashib kelayotgan bo'lib, olimlarning bundan necha ming yil burungi atmosferaning bulg'onishini tushunishni yaxshi fursat bilan ta'minlaydi. Grönland muz yadrosi projekti 1991 yil bilan 1992 yillari insoniyatning 250 ming yillik tarixi haqida ma'lumot beradigan 3030 metrlik muzliqni qazdi. Bu projektning va buningdan burungi muhim bayqashlarning biri miloddan burungi 500 yildan boshlab atmosferadagi bulg'onishning ko'rinarli oshganligi bo'lgan. Shu vaqtdan boshlab atmosferadagi qo'g'ishun, kumush va misning miqdori ishib minishga boshlagan bo'lib, milodiy 1-asrga kelganda eng yuqori pallaga yetgan. Hayron qolarli yeri shuki, atmosferadagi qo'g'ishunning miqdori 13-asrga kelganda yana bir qatim yuqori pallaga chiqqan. Bu bayqashlar Rəmdə madanchilik boshlanishdan burungi va keyingi faoliyatlarni solishtirib, madanchilik faoliyatining qanchalik jiddiylik bilan ilib berilganligini ko'rsatdi. Shunisi aniqki, Rəmdagi madanchilikning kengayishi uning iqtisodining oshganligini ko'rsatdi. Biroq qisman hammani o'z ichiga oladigan, qisman talon-taroj xarakterli muassasalar ostidagi Rəm iqtisodining ishi uzun davomlashmagan. Rəm fuqarolarining siyosiy va iqtisodiy huquqlari bo'lgani bilan qo'l ishlatish kengri taralgan bo'lib, egri darajada talon-taroj xarakteriga ega edi. Atalmış sarxillar yuqori tabiqiga tava sinf a'zolari va iqtisodiy siyosiy hayotni olqiniga ilib olgan edi. Masalan, fuqarolar majlisi va fuqarolarning vakillarining bo'lishiga qaramay, amaliy huquq kengash palatasini tashkil qiluvchi cho'ng yer egilari, ya'ni pomishlarning qo'lida bo'lgan. Rəm tarixchisi Levining bayoniga asoslanganda, kengash palatasini Rəmning tunji podshohi Romulus qurgan bo'lib, 100 kishidan tarkib topgan. Gerçi vaqtning o'tishiga ergashib ancha-muncha yangi qonlar qo'shilib turgan bo'lsa, ammo shu 100 kishining avlodlari kengash palatasida har doim ko'p sonni egallagan. Yer zaminning taqsimlanishi intayin tangsiz bo'lib, milodidan burungi 2-asrga kelganda bu jihatdagi tangsizlik texnik og'irlashgan. Dal mushi ish masalaning tub yildizi bo'lib, Tiberius Gracchus xalq vakili sifatida uni o'ttirib tashlagan. Rəmning o'tir dengiz rayonidagi ta'sirining kengayishiga ergashib, uning nurg'un boylik eqib kirgan. Lekin bu xil bayashchilikning ko'p qismini osondagi kengash palatasi vazifasidagi boy oila egallab olgan bo'lib, boy bilan kambag'alning o'tirisiga tangsizlik texmi zo'rayib ketgan. Kengash palata a'zolarining boyligi ularning kontrolligidagi boy o'lkalardan keladigan bo'lmasdan, balki yana butun Italiyaga taralgan nurg'un yer zaminlarda makagan. Bu yer zaminlarga elib berilgan bu yer zaminlarga Rəm elib borgan urushlarda Rəmliklarga asirga tushgan qullar o'rlashtirilgan. Lekin yer zaminlarning qanday shaklda va nadin kelganligi o'xshashli muhimdir. Cumhuriyet mezgilida Rəm armiyasini tashkil qiluvchilar avval Rəmda, keyinchi Italiyaning boshqa joylarida kichik yer egillardan bo'lgan puhraviy askarlardan tashkil topgan. Rəmning kengayishiga va askariy harakatlarning uzunroq davomlashishiga ergashib, bu xil andiz harakatdan qolgan. Ba'zi chaqlarda yerlardan uzun mezgil ayrilib turgan askarlarning yerlari tashlanib qolgan. Askarlarning aholilari ba'zida ig'ir qarzga bo'g'ilib, hatto ocharchilikqa duchor bo'lishgan. Mushundaq sabab tufaylidan tashlanib qolgan yer zaminlar paydin-pay kengash palata a'zolarining mulkiga qo'shilgan. Kengash palata sinfining texmi boy bo'lishiga ergashib, askarlikdan yongan nurg'un kishilar, ya'ni yer zaminsiz fuqarolar Rəmga to'planishga boshlagan.
qaytib baradigan makoni bo'lishmagan bu kishilar Rimda ish tepib terikchilik qilishga uringan. Milodidan burungi 2-asrning oxirlaridagi Rim boy bilan kambag'alning o'rtasidagi farq ilgari ko'rilmagan darajada zo'rayib ketgan hamda bu xil tangzillikka javob berish uchun Rim oqso'ngaklarga qarshi harakatga o'tishga tayyor turgan norozilik kayfiyati ish bag'an puhralar bilan to'lg'un uchun ahvol portlash bosqichiga yetib kelgan. Lekin siyosiy huquq o'tgan 2 asr jarayonida yuz bergan o'zgarishlarning o'ljisidan baharlangan boy pomshiklardan tarkib topgan kengash palatasini bada bo'lganligi tufaylidan ularning ko'pinchisi o'zlariga manfaat berayotgan mavjud tuzumni o'zgartish niyatida bo'lmagan. Rim tarixshunosi Plutarchning bayoniga asoslanganda Tiberius Gracchus hozirgi Markaziy Italiyaning bir qismi bo'lgan ayni chog'da Etruria deb atalgan rayondan sayohat qilib o'tganida u yerdagi puhraviy askarlarning aholilari beshidan o'tkazayotgan qiyinchilikni ko'rgan. Mushi kechmish tufaylidimi yoki uning shu vaqtdagi huquqliq ba'zi kengash palata a'zolari bilan bo'lgan ziddiyati tufaylidimi ish qilib, ma'lum bir sabab tufaylidan u Italiyadagi yer taqsimot usulini o'zgartirish planini ishga oshirishga jasorat ko'rsatgan. Miloddan ilgari 1033-yili u avam xalqning manfaatini chiqish qilib o'z mansibidan foydalanib mundaq yer islohoti elib berish taklifini bergan. Bir komissiya qurilib, jamoatga tava yerlarning qonunsiz egallangan yoki emasligini tekshirish hamda 300 gektar yerdan iborat qonuniy chekni ishib ketganlarning yerini yer makonsiz rimliklarga taqsimlab berish kerak. Yerning 300 gektar bo'lish cheki amaliyotda Koni qonunning bir qismi bo'lib, uning pisand qilinmagan va hamda asrlardan beri ijro qilinmagan. Tiberius Gracchusning taklifi kengash palatasini kuchli to'lqin qo'zg'atgan bo'lib, ular birlashib Tiberiusning islohotini ijro qilishni bir mahal to'sib qo'yishgan. Tiberius o'zini qo'llaydigan guruhning kuchi bilan uning yer islohoti ilib berishni rad qilish bilan tahdid solgan yana bir xalq vakilining vazifasini ilib tashlab, o'zi tashabbus qilgan komissiyani qurib chiqqan. Ammo kengash palata bu yangidan qurilgan komissiyaning xarajini bermaslik yo'li bilan yer islohotining ilib berishini to'sgan. Tiberius Gracchus Grek shahri bo'lgan Pergamonning podshohining Rim xalqiga qoldirgan pulini yer islohoti komissiyasining xarajiga ajratmoqchi bo'lganida ish ching'iga chiqqan. Ma'lum ma'noda aytganda, u vazifadan qolganida kengash palata tarafidan ziyonkashlikka uchrashdan qo'rqqani uchun ikkinchi qatim xalq vakili saylanishga uringan. Dal mush ish kengash palataning uni o'zini podshoh deb jakolashga urindi degan ayib bilan hujum qilishga fursat yaratib bergan. Natijada u va uning qo'llovchilari hujumga uchrab, ularning nurg'unlari o'ldirilgan. Tiberius Gracchusning o'zimi eng dastlabki qurbonlikqa aylanganlarning biri bo'lgan. Garchi uning o'limi masalani hal qilolmagan bo'lsa-mu, boshqalar yerning taqsimotini va Rim jamiyatining ham iqtisodining boshqa taraflarini bo'lsa-mu isloh qilishga urinib beqishdi. Lekin ularning nurg'unlari yana o'xshash taqdirga duchor bo'lishdi. Masalan, Tiberius Gracchusning enisi Gaius aksining g'oyasini amalga oshirish orzusida texmi tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, u o'xshashlar pomchiklar tomonidan o'ldirib etildi. Bu jiddiychiliklar keyingi asrda qarorlik holda yuz berib turgan. Bularning biri, masalan, miloddan burungi 91-yili bilan miloddan burungi 87-yilda ijtimoiy urushning portlatishini keltirib chiqargan. Kengash palatasi sinifining manfaatini kaskin shaklda qo'g'digan Lucius Cornelius Sulla islohotga bo'lgan talabni vahshiylik bilan bostirib qolmasdan, balki yana xalq vakillarining huquqini ig'ir darajada ojizlashtirib o'tgan. Julius Qaysarning kengash palatasiga qarshi ilib borgan kurash jarayonida uning Rim xalqidan dastakka erishishida o'xshash masala markaziy omil bo'lgan. Miloddan burungi 49-yili Julius Qaysar qo'shinlarni boshlab Kisalpin Gavuldagi Rim o'lkalari bilan Italiyani ayirib turgan daryo Rubikonni kesib o'tgan chog'da Rim imperiyasining yadrosini shakllantirgan siyosiy muassasalar ag'dirib o'tildi. Qaysar Rimni ishg'ol qildi-yu, ammo yana bir ichki urush portildi. Qaysar garchi g'alaba qilgan bo'lsa-mu, miloddan burungi 44-yili uningdan norozi bo'lgan Brotunus va Cassius qatorliq kengash palata a'zolari tomonidan o'ldirildi. Shundan keyin Rim Jumhuriyati qayta qurildi. Qaysarning dushmanlari bilan uning qo'llovchilaridan bo'lib Mark Antony ham Octavianlarning o'tirisidagi yangi ichki urush portildi. Antony bilan Octavian g'alaba qilgandan keyin ular bir-biri bilan urush qildi va bu urush
miladın burunqi 31 yılgacha taki Oktavian zafar quchqichi davomlashdi. Keyingi yildan boshlab Oktavian, ya'ni miladın burunqi 28 yildan keyin Augustus qaysar deb tonilib, tek bir o'zi o da 45 yil Rimni so'radi. Augustus Rim imperiyasini qurib chiqdi. O tang tushlarning ichida birinchi degan ma'noni bildiradigan eng oliy hukmdor hukumatidagi princeps degan ataqni yoqtirgani uchun o'z hokimiyatini Prince deb atadi. Bu kitobdagi 11 xarita milodiy 117-yildagi Rim imperiyasining zo'raygan holatini ko'rsatadi. Bu xarita yana Qaysar kesib o'tganda uning qismatini oxirlashtirgan Rubikon daryosini ko'rsatadi. Cumhuriyettin Prens Beytga ve andın ochiq-oshkor holda imperiyaga ko'chish Rim imperiyasining halokati urg'ini ochdi. Chunki dal bu xil ko'chish iqtisodiy muvaffaqiyatlarning asosini shakllantirgan, qisman doirada hamma o'z ichiga olgan siyosiy muassasalarning yo'lini qazdi. Garchi Rim imperiyasi Kengash palata a'zolari sinfi va boshqa boy rimliklarga foydali sharoitni yaratgan bo'lsa-mu, ammo u yanada mutlaqiyatchi, ya'ni istibdod hokimiyat emas edi. Chunki hech kim huquqni qo'lga markazlashtira olmagan edi. Vizantiya qashasiga o'xshash Augustus tarafidan boshlangan o'zgartishlar eng dastlabida siyosiy tusga ega bo'lib, keyinchi uning iqtisodiy ta'siri gavdalik bo'ldi. Bu xil o'zgarishlarning natijasida milodiy 5-asrga kelganda imperiyaning g'arbiy qismi sharqiy qismidan bo'linib chiqib, G'arbiy Rim imperiyasi deb ataldi. Va shuning bilan harbiy va iqtisodiy jihatdan ojizlashga qarab minib, qulab tushish girdoviga kelib qoldi.